بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ustozlar va qarindoshlar. Bugungi tavhid darsimiz tavhid kalimasining fazilati to'g'risidagi 4-dars. Hamda bu tavhid kalimasi bo'lsa yana la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Bizningki har kunlik 5 vaqt namoz o'qiladigan azan mush kalima bilan boshlanadi va mush la ilaha illalloh degan kalima bilan oxirlashadi. Payg'ambar alayhisalom aytgan muazzin Allohu akbar degan vaqtida sizlarning bironlarmi Allohu akbar desa, muazzin ashhadu an la ilaha illalloh degan vaqtida sizlarning bironlarmi ashhadu an la ilaha illalloh desa, muazzin ashhadu anna Muhammadar Rasululloh deganda ashhadu anna Muhammadar Rasululloh desa, muazzin hayya alas salat degan vaqtida la havla va la quvvata illa billah desa, muazzin hayya alal falah degan vaqtida la havla va la quvvata illa billah desa, muazzin Allohu akbar degan vaqtida Allohu akbar desa, la ilaha illalloh degan vaqtida la ilaha illalloh desa, bu odam jannatga kirdi degan. Shuningdek, muazzinning azan o'qigan vaqtida azinni anglagan ashhadu an la ilaha illalloh va la sharika lah va anna Muhammadan abduhu va rasuluh Raditu billahi robban va bi Muhammadin rasulan va bil islami dinan degan bu so'zni desa, bu odamning butun gunohi kechirim qilinadi degan. Musulmon namozga turgan vaqtida namozni yana tavhid kalimasi bilan boshlaydi. Chunki tavhid kalimasi bilan boshlanmagan namoz to'g'ri bo'lmaydi. Shuningdek, namozdan salom berishdan ilgirmi Alloh subhanahu va taologa shu tavhid kalimasini vasila qilib Allohga duo qiladi. Duosining oxirisida Allohumma ag'firli ma qaddamtu va ma akhartu. Ey Alloh, mening ilgirki va keyingi gunohlarimni kechirim qilsla va ma asrartu va ma a'lantu, mening maxfiy qilgan oshkor qilgan gunohimni kechirim qilsla va ma asrabtu, mening hadidni oshgan isrofchiliklarimni kechirim qilsla, mening barliq ahvollarimni mendan sizlar yaxshi bilinglar, sizlar ilgirmi bo'lgan keyinmi bo'linglar, davomli sizlar mangu hayot, sizdan boshqa haqiqiy iloh yo'q degan mash so'zdan iborat duo. Shuningdek, har farz namozdan keyin la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamd va huva ala kulli shay'in qodir deb bu tavhid kalimasini aytsa va tavhid kalimasi bilan o'zining aytgan tasbih, subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar degan tasbih kalimalarini shu tavhid so'zi bilan oxirlashtirsa, bu odamningki butun xatoliklari kechirim qilinadi. Garchi bu odamning xatoligi dengizning ko'pikidek bo'lsa-mu. Shuningdek, biz haj faoliyatlariga qarab baqsaq, haramga borgan, hajga borganlar bo'lsin yoki umrga borganlar bo'lsin, bular intayin yaxshi bildi. Haj umr faoliyatlari jarayonida bizning aytadigan so'zimizning hammasi tavhid kalimasidan iborat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Safa, Marva tog'larining ustiga chiqqan vaqtida qiblaga yuzlanib turib, Allohni bir deb ifodalaydigan tavhid kalimasini aytdi, takbir aytdi. Ya'ni Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar va lillahil hamd deb bu so'zlarni aytdi. Shuningdek, Muzdalifada Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Masharil Haram degan joyga kelgan vaqtida ustinga chiqib yoki do'nliqning ustiga chiqib Allohga hamd aytdi. Allohna la ilaha illalloh vahdahu deb tavhid so'zini aytdi. Allohu akbar deb Allohning kattalidi. Shuningdek, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'azot, ya'ni urushlardan, jihadlardan qaytgan vaqtida yoki haj umridan qaytgan vaqtida, zamindan har qanday ustun joyga chiqqan vaqtida 3 qitim takbir aytib, undan keyin la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd va huva ala kulli shay'in qodir deb bu tavhid kalimasini ulluq o'qitdi. Shuningdek, yaxshilik mavsumlarining hammasida xuddi Zulhajning avvalgi 10 kuni degandek shundaq yaxshilik ko'p bo'ladigan bundaq vaqtlardami tavhid kalimasini ko'p aytish, ya'ni mustahab bo'ladi. Xutba so'zlagan imomlar yoki xutba so'zlagichilar yoki dars leksiya so'zlagichilar so'zining beshini tavhid kalimasi bilan boshlash yaxshi bo'ladi. Kishilar bilan ko'p aralashib o'tirib, kishilarning orasida bekor gap, quruq gap, insonga dunyo oxirat foydasi bo'lmaydigan gaplar ko'p bo'lib ketgan bir sorunda o'tirib qolgan odam sorundan qolib ketishdan ilgari subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Ey Alloh, sizlarni hamd etish bilan sizlarni hammadan pok deb e'tiqod qilaman. Sizdan boshqa ibodatga loyiq haqiqiy bir iloh yo'q. Sizdan kechirim so'rayman. Xatoliklarim uchun sizlarga tavba qilaman desa, bu odamning shu sorunda o'tkazgan xatolik gunohlarini hammasi kechirim qilinadi. Yana bir hadisda har qanday odam ichida uyg'onib duo qilsa,
duosi ijobat qilinadi. Tarat ilib namoz o'qisa, u odamning namozi qabul qilinadi degan. Sen ig'ir g'am, qayg'u, musibat, qiyinchilik qolgan vaqtida la ilaha illallohul azimul halim, la ilaha illallohu robbil arshil azim, la ilaha illallohu robbus samawati va robbil ardi robbil arshil karim degan bu tavhid kalimasini eshitsa, Allah bu odamninki g'am, qayg'u, ig'irchiliklarni ko'tarib o'tadi. Allah subhanahu va taoladan bir narsa so'rashdan ilgari, ya'ni duo qilishdan ilgari Allohni maqtab, Allohga hamd sano aytib, tavhid kalimasini bir aytib o'tib, inondan keyin duo qilsa, bu duoning ijobat bo'lishiga bir sabab bo'ladi degan. Shunga Allah subhanahu va taolo Yunus alayhisolamning ahvolini bayon qilib aytadi: "Va zannuni iz zahaba mughadiban fazanna allan naqdir alayh, fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, fastajabna lahu va najjaynahu minal ghamm, va kadhalika nunjil mu'minin." Yunus alayhisalom o'zining qavmi Allohning tarafiga da'vat qilgan da'vatni vaqtida qabul qilmay, Yunus alayhisalomningki va'dalariga ishonmay, bular tizdan iymon etmagandan keyin Yunus alayhisalomning achchiq kelib qavmini tashlab ketib qolgan. Allah subhanahu va taolo shu Yunus alayhisalomningki Allohning iznisiz ketib qolganligiga dengizda kemaga chiqdi, kemaga bir chek tashlashib, oxir chek 10 qitim yani Yunus alayhisalomning chiqib dengizga tashlandi, buni kit yutib oldi. Shu dengizning qorong'uligi, kechining qorong'uligi va shu ketning, biliqning qornida qorong'uchilikda turib Allohga nido qildi Yunus alayhisalom: "Ey Alloh, sizdan boshqa iloh yo'q. Sizlar ayib nuqsondan pak. Men o'z nafsimga zulm qiluvchilardan bo'lib qoldim" deb to'xtamay Allohga duo qildi. Fastajabna lahu. Biz ining duosini ijobat qildik dedi va uni g'am qayg'udan qutqazdik. Shuning bilan Allah subhanahu va taolo biliqqa amr qildi. Biliq Yunus alayhisalomni dengizning qirg'iqiga purkib chiqarib etdi. Yana payg'ambar alayhisalom aytdi: "Har qanday odam shu tavhid kalimasi bilan duo qiladi ekan, duosi ijobat bo'ladi. Allohning g'ayri bilan qasam qilib qolsa, buningga shu tavhid kalimasi kafarat bo'ladi." Yana bir hadisda har qanday odam Lat bilan Uzza bilan qasam deb butlarning ismini tilga ilib qasam qilgan bo'lsa, bu odam la ilaha illalloh desin, ya'ni Allohdan boshqa iloh yo'q degan tavhid kalimasini desin degan. Sakratul mautda, ya'ni o'limga hozir bo'lgan kishiga tavhid kalimasi talqin qildirib og'ziga seppiriladi. Yani payg'ambar alayhisalom degan, sizlar o'limga hozir bo'lgan kishilarning og'ziga la ilaha illalloh degan so'zni deb biringlar. Masalan, insonning oxirgi hayotida bo'lsa-mu, shu tavhid kalimasiga chaqiriladi. Garchi u boshqa millatdan bo'lgan bo'lsa, hayotida dinga ishonmay o'tib ketgan bo'lsa, oxirgi hayotida bo'lsa-mu, bu odamni tavhid kalimasiga, dinni e'tirof qilishga chaqirish kerak bo'ladi. Buning misoli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tag'isi Abu Talib vafot bo'lgan vaqtida ening qishiga kelib: "Ya am, qul la ilaha illalloh kalimatan ashhadu laka biha indalloh." Ey tag'a, sizlar Allohdan boshqa iloh yo'q degan tavhid kalimasini desizlar, men shu kalima bilan Allohning huzurida sizlarga shohid bo'laman degan. Shuning uchun insonning, bo'libmi musulmonlarning shon sharifi, izzati tavhidda bo'ladi. Şuna Ömer radıyallahu anhu deydi: "Nahnu qavmun a'azzanallohu bil islam." Biz Allah subhanahu va taolo islom bilan aziz qilgan, sha'ni shavkatli qilgan, boshqalardan ustun qilgan shunday bir millat. Shahodat bo'lsa, bu islomningki temisi va uning dalili. Chunki uning zid amal qilgan, amal qilib turib tavhid kalimasini aytsa, buning foydasi bo'lmaydi. Har qanday odam bu tavhid kalimasini aytmaydi ekan, shahodat kalimasini aytmaydi ekan, buni tili bilan iqror qilib, dili bilan tasdiqlab, amaliyati bilan buning taqozosi bo'yicha amal qilmaydi ekan, dunyo oxiratningki lazzatini yo'qotib qo'ygan bo'ladi. Musulmonlarningki ojiz bo'lishi yoki kuchli bo'lishi, bularningki shu tavhid kalimasini og'zaki va amaliylashtirish hisobi bilan bo'ladi. Bular tavhid kalimasini o'zining amaliyatiga zich moslashtirib, o'zining butun amallarini tavhid kalimasining taqozosi bo'yicha ilib boradi ekan, bular kuch-quvvat, shon-sharaf, izzat qozonadi. Ening aksi bo'ldi ekan, bular ojizlashib, xorliqqa yuzlanadi. Shundaqla bu tavhid kalimasi Allohning huzuridagi insonlarni o'lchaydigan o'lcham mezondan iborat. Agar ularningki tavhid tarafi kuchli bo'ladi ekan, Alloh ulardan rozi bo'ladi, ular izzat shon sharafga erishadi, yuqori martabalarga erishadi. Agar tavhid tarafi ojizlashir ekan, bular Allohdan yiroqlashadi, nayt ojiz bechora bo'lib qoladi. Ham bu yerda tavhidning ma'nosini bilish, buningga amal qilish, tavhidga zid keladigan ishlardan yoki tavhidga qarshi bo'lgan har qanday narsalardan yiroq bo'lish kerak. Buning ma'nosi
Allohdan boshqa dunyoda cho'qinayotgan barliq botil narsalardan yiroq turish, buni yo'q qilish va ilohiyatni, ubudiyatni faqat bir Alloh uchun isbotlash. Quraysh kofirlari buni inkor qilgan. Ularga la ilaha illalloh danglar deyilgan vaqtida bular takabburlik qilib, cho'ngchilik qilib, buningdan mashtatgan. Bularningki tavhidul rububiyya, Alloh subhanahu va taoloning olamlarning parvardigori ekanligini bilganligi bularga kifoya qilmagan. Bular Allohninki yaratuvchi ekanligi, rizq beradiganligi hammaga iqror qilibdi. Ammo ibodatni yolg'iz bir Allohga qilishdan bosh tortganlikdan bular kofir bo'lib ketgan. Shuningdek, tavhid kalimasining ma'nosini bilgan, uning taqozzosini ado qilgan odamninki qiyomat kuni tarozi mizoni ig'ir bo'ladi. Kishilarninki qiyomatda, jannatda, hatto dunyodami farqli bo'lishi bu odamning tavhid kalimasining butun shartlari va arkonlarini amaliylashtirish miqdori bilan va mushu kalimaninki ruhi, mushu kalimaninki ma'naviyatini o'ziga mujassamlashtirish miqdori bilan farqli bo'ladi. Bu kalimaning ruhi qaysi desa, Allohning ibodat bilan bir bilish. Kimki Allohning haqidagi ibodatda Allohdan boshqa bir maxluqni shirk qilar ekan, bu odamning la ilaha illalloh degan so'ziga bu qilgan amali zid bo'ladi. Baxtli odam kim desa, o'zining tavhidini muhofazat qilgan, tavhid ustida vafot bo'lgan odam va u tavhidni buzib o'tadigan hech qanday bir narsa bilan tavhid aqidasini kirlashtirmagan, dog' tekkizmagan, kamaytirib o'tmagan odam bo'lib, bu Allohningki eng ishonchli rasul bandalari hisoblanadi. Va islom duosida tawaffani musliman va alhiqni bis solihin degan. Ey Alloh, meni musulmon holatda vafot toptuslar, solih kishilarga qilibsizlar degan. Alloh subhanahu va taolo bizlarni oxirgi hayotimizgacha tavhid kalimasini mustahkam qilsin. Vafot bo'lgandan keyin bizni Alloh subhanahu va taolo yaxshi kishilarning qatoridan qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.